Xitoyliklar O'zbekistonga kirib keldi. Keyingi rubrika Xitoyliklar endi O'zbekistonda o'zlarining bizneslarini qilishyapti. Biz nima qilishimiz kerak? Do'stlar, Xitoyliklar o'zlarining biznesini qilishadi va ularga biz o'zimizni biznesimizni qilsak bo'ladi. O'zimizni xizmatimizni sotsak bo'ladi. Bu degani asosan bu xizmat ko'rsatishga qaratiladi. Ya'ni masalan sizda agar oshxona biznesi bo'ladigan bo'lsa, siz endi taomnomangizga xitoycha taomlarni qo'shishingiz mumkin, chunki puli bor xitoyliklar ko'payyapti. O'shaning uchun taomnomangizga xitoycha taomlarni qo'shsangiz, sizda xitoylik xo'randalar ham paydo bo'ladi va siz daromadingiz oshishi mumkin. Yoki siz masalan deklarant bo'lsangiz, endi siz xitoycha biladigan bolalarni deklarantga tayyorlang yoki deklarantlaringizga xitoy tilini o'rgating. Xitoyliklarga ham deklarantning xizmatlarini ko'rsating. Bu ham albatta sizga qo'shimcha daromad degani. Va yoki yana qaysi soha. Masalan, bo'lishi mumkin shu Xitoy bilan xitoyliklar tushunarli bo'lgan narsalarni qilishingiz mumkin. Masalan, mehmonxonangiz bo'lsa, balki uni xitoycha menyu qo'yishingiz mumkin, xitoycha so'zlashuvchi odamlar qo'yishingiz mumkin. Ya'ni xitoyliklar kirib qiynalmasin-da. Yoki to'lovlarni oson qilishingiz mumkin xitoyliklar uchun. Qanaqadir balki aeroportdan kutib olishda xitoyliklarni maxsus kutib olish uchun bir xitoycha biladigan odamlarni qo'yishingiz mumkin mehmonxona biznesida bo'lsangiz. Ya'ni xitoyliklarni bir xizmat ko'rsatib pulini olishimiz mumkin bo'lgan inson sifatida ko'rsagan bo'ladi. Chunki to'g'ri, hozir hamma aytishi mumkin, ya'ni biz xitoyliklarga xizmat qilmaymiz. Yo'q, iloji yo'q. Xitoyliklar kirib bo'ldi. Bularni chiqarish qiyin. Bularni chiqarib bo'lmaydi desa ham bo'ladi. Agar bunga bir davlat tomonidan yordam bo'lmasa yoki boshqa bir qanaqadir kuchli bir strategiyalar bo'lmasa, bularning o'zi strategiyasi kuchli. O'shaning uchun bularni chiqarish qiyin, lekin bularning pulini olsa bo'ladi. O'shaning uchun xizmat ko'rsatish kerak va ulardan ham xizmat ko'rsatib, ham nimalarni o'rgansa bo'ladi deb o'ylayman. Shaxsiy fikr albatta, menimcha O'zbekistonda biznesim bo'lsa, men shunaqa qilgan bo'lardim deb o'ylayman.